va bu juda xavflidir. Agarda sen hojatga kirayotganingda Allohumma inni auzubika minal hubsi val habais desang, hojatxonada yashaydigan jinlarni ko'zini vaqtincha ko'r qilasan. Ya'ni u jinlar seni ko'ra olmaydi. Ular seni ko'ra olmaganidan keyin senga zarar ham yetkaza olmaydi. Endi agar ushbu zikrni aytishni unutsang, u yerda yashaydigan jinlar seni va avratingni ko'rishi mumkin. Shu sababli hammomdaligingda ham kichkina bo'lsa-da kalta ishton bilan cho'milgin. Hammomga kirganingda ustki kiyimlaringni yechib, kalta ishton kiyib ol va o'sha bilan cho'milishga odatlan. Chunki odamlarning ko'piga aynan hammom va hojatxonada jinlarni ko'zi tegadi va yana hojatdan chiqayotganingda g'ufronaka deyishlikka odatlan. Sizda ikkinchi savol bormi? Yaxshi. Ruqiya paytida o'qiladigan juda ko'p oyat va suralar bor. Yanagi safargi ma'ruzada men ularni barchasini tartib bilan yozib kelib masjidga ilib qo'yaman. Xohlagan odam ko'chirib olishi mumkin inshaalloh. Men ularni hammasini yoddan bilaman, lekin hozir sanab beraman desam ko'p vaqtimizni oladi. Shu sababli ro'yxatni keyingi safar masjidni devoriga ilib qo'yamiz. Odamlarga jinlarni ko'zi tegishi mumkin. Bunga shubha yo'q va ko'p erkak va ayollarni farzand ko'rmasligiga jinlarni ko'z tegishi sabab bo'ladi. Xuddi shu kabi rak kasalligining sababi ham ko'z tekkanligidan bo'lishi mumkin. Yomon o'simtaning sababchisi nazar bo'lishi mumkin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mening ummatimni ko'plari Allohning qadari bilan ko'z tegishidan vafot topadi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan va u yolg'on gapirmaydi. Botib ketayotgan yulduzga qasamki, sizlarning sohibingiz, ya'ni Muhammad alayhissalom zalolatga ham ketgani yo'q, yo'ldan ham ozgani yo'q va u sizlarga keltirayotgan Qur'onni o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas. U Qur'on faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiydir. Shu sababli ishonaver, qabristondagilarning 70-80% o'limiga nazar sabab bo'lgan. Lekin odamlar bilmaydiki, uni o'limiga nazar sabab bo'lganini. Yaxshi, navbatdagi savol. Musulmon jinlar bilan kofir jin va shaytonlarning farqi nimada? Jin va shaytonlarning orasidagi farqni bilmoqchi bo'lsang, qulog'ingga quyib olginki, shaytonlar hech qachon musulmonchilikni qabul qilmaydi. Men ularning orasida faqat bittasi musulmonchilikni qabul qilganini bilaman xolos. Lekin 3-toifadagi jinlarning orasida musulmoni, xristiyani, yahudisi va hech bir dinga taalluqli bo'lmaganlari bor. Shuni bilginki, har qanday shayton jindir, lekin jinlarning hammasi ham shayton bo'la olmaydi. Negaki jinlar 3 turli bo'ladi. Birinchisi shayton, ularning eng asosiy vazifasi odamlarni zalolatga boshlashdir. Ularning orasida boshqa shaytonlarda bo'lmagan imkoniyat va kuch-quvvatga ega bo'lganlari bor va ular eng qabih ishlar bilan shug'ullanadi. Odamlarning orasiga eng ko'p buzuqlik, razolat, dushmanchiliklarni soladiganlar ana o'shalardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda ularni itoatsiz shayton jin deb atagan. Darhaqiqat biz eng yaqin osmonni yulduzlar bilan ziynatladik va uni har bir itoatsiz shaytondan, jindan saqladik. U jinlar eng yuksak mavjudotlarni, ya'ni farishtalarning so'zlarini hargiz eshita olmaslar va ularni haydash uchun ularga har tomondan yulduzlar otilur. Ular uchun oxiratda doimiy azob bordir. Magar biron marta biron so'zni ilib olgan kimsa, ya'ni jin bo'lsa, uni ham uchar yulduz quvib yetar va halok etar. Jinlar islomni qabul qilishi mumkin va ularning ichida kuch-quvvatga ega pahlavon ifritlar bor. Qur'oni Karimda aytilgandek, ey odamlar, ular mening huzurimga bo'ysungan hollarda kelishlaridan ilgari qaysi biringiz menga uning, ya'ni Bilqisning o'z shahrida qolgan taxtini keltira olur dedi. Shunda jinlardan bir pahlavoni aytdi, men uni sen o'rningdan turishingdan ilgari senga keltirurman. Albatta men bunga qodir va ishonchlidirman. Ana shunday jinlarni ifritlar deb ataladi va ularning orasida musulmonlari bor. Keyingi savol. Meni buyrug'imni bajarishligi uchun musulmon jinlar bilan hamkorlik qilish joizmi?
joiz emas, har qanday holatda ham joiz emas. Qaysi toifadagi jin bo'lishidan qat'iy nazar u bilan hamkorlik qilish senga qimmatga tushadi, ya'ni oxiratingdan ayrilasan. Jinlar seni qoshi ko'zing chiroyliligi uchun hamkorlik qilmaydi. Ularning senga o'z talabi bor. Jinlar o'lsa o'ladiki, lekin senga beg'araz yordam bermaydi va Allohning rizoligi uchun harakat ham qilmaydi. Agarda jinlar bilan hamkorlik qilish joiz bo'lganda edi, bundan birinchi bo'lib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va sahobalar foydalangan bo'lar edi. Ey Muhammad, eslang, biz sizning oldingizga bir guruh jinlarni Qur'on tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas qachonki ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach, bir-birlariga jim turinglar dedilar. Endi qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib ketdilar. Ular dedilar: "Ey qavmimiz, dar haqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan, o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qilguvchi bo'lgan, haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni Qur'onni tingladik." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jinlarga boringlarda men uchun unday bunday ishlarni qilib kelinglar deb buyruq bermadi-ku. Qurayshliklarni musulmonlarga qarshi fitna rejalarini bizga bilib beringlar demadi-ku. Biz Qurayshliklar bilan urushganimizda Qurayshliklarni o'ldiringlar demadi-ku. Na payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va na sahobalar jinlar bilan hamkorlik qilgan emas. Ular bu kabi ishlar bilan shug'ullanmagan. Shu dalil sababli ham jinlar olami bilan hamkorlik qilishga ruxsat yo'q. Sizlarga o'zlarini shayx, ulamo, pir, hazrat, avliyo, azimxon deb tanishtirgan din niqobidagi kofirlarni men musulmon jinlar bilan ishlayman, meni bobolarim bor degan jimjimador gaplari aldab qo'ymasin. Shu kabi so'zlarni aytganlar xiyonatkor, kazzob va dinga daxli yo'q dayuslardir. Shuni bilingki, odam bolasi bilan jin va shaytonlar Allohning rizoligi yo'lida xolis birlashmaydi. Kimki men musulmon jinlar bilan ishlayman desa, demak u o'sha jinlarga badal to'laydi. Negaki jin va shaytonlarni ustidan hukmronlik qilib, o'ziga mu'ti xizmatkor qilib olish hech qaysi bir odam bolasini qo'lidan kelmaydi. Ular hech qachon odam bolasiga xizmat qilmaydi. Jinlarning olami odamlarning olamiga o'xshab betartib emas. Shayton va jin olamidagilar so'zsiz o'zlarining hukmdorlariga bo'ysunadi. Ular o'zi istagan odamga xizmat qila olmaydi. Ularning har qaysi biri o'zlaridan bo'lgan qaysidir hukmdorga bo'ysunadi va ular boshlig'ining ko'rsatmasisiz biror bir ish qila olmaydi. Ruhoniy rahbari nima desa, shuni bajaradi. E'tiroz bildirishga haqqi yo'q. Xoh u itoatsiz shayton bo'lsin, xoh u ruhoniy shayton bo'lsin va na xoh ifrit bo'lsin. Ularga buyruq beradigan boshlig'i bor. Shu sababli ular o'zicha duch kelganga xizmat qilib keta olmaydi. Faqatgina o'zining tepasidagi ruhoniy rahbargagina bo'ysunadi. Shu sababli tokim u rahbarni rozi qilmaguninggacha o'z qo'l ostidagi shayton va jinlarni senga xizmat qilish uchun jo'natmaydi. Ya'ni shirk amallarni bajarganingdan keyingina senga musulmon yoki kofir bo'lgan jin va shaytonlarni jo'natadi. Xo'sh, u musulmon deb atalgan jinlar qay darajada musulmon? Ular ham xuddi dunyodagi musulmonchilikni da'vo qiladigan odamlar kabi nomigagina musulmon jinlardir. Ya'ni tilida la ilaha illalloh deydi-yu, amalda esa musulmonchilikdan zarracha asar yo'q. Shu sababli men musulmon jinlar bilan Allohning yo'lida yaxshilik amallari uchun xizmat qilaman deganlarning so'ziga aldanib qolmang. Xo'sh, ular yaxshilik amallari deganda nimani nazarda tutadi? Masalan, u jinlar senga pul olib keladi. Nima, u jinlarni pul zavodi bormiki, yo'q yerdan senga pul olib kelsa? Albatta ular pul ishlab chiqarmaydi. Jinlar u pullarni kimdandir o'g'irlaydi. Ular oddiy bir o'g'ridir xolos. Yoki senga kelib, menga 10 ming bersang, 100 ming qilib qaytaraman deb ko'z bo'yloqchilik qiladi va bu ishlarni o'zini musulmon degan jinlar qiladi. Senga kim tillo zirak olib keladi? O'zini musulmon degan jin olib keladi. Ya'ni ular aytadiki, bularni menga solih musulmon jinlar olib keladi deydi. Bilginki, ularning hammasi o'g'ri jinoyatchidir. Ular o'zlarini o'g'ri deb tan oladi deb o'ylaysanmi? Yo'q, albatta. Aldanib qolmang. Bu hammasi odamlarni chalg'itish uchun aytilgan jozibador so'zlardan boshqa narsa emas.
Ular shu yo'l bilan men va menga o'xshagan minglab odamlarni yo'ldan ozdirgan. Meni bobolarim bor, musulmon jinlar bilan ishlayman degan gaplar yolg'ondir. Xullas joiz bo'lgan halol shar'iy yo'l orqali jin va shaytonlar bilan hamkorlik qilishning imkoni yo'q. Negaki insonni jinlar ustidan hukmronligi yo'q. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ham jinlar ustidan hukmronligi bo'lmagan. Bunga dalil Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni aytganlar: Darhaqiqat kecha mening oldimga meni namozimni buzish uchun ruhoniy jin keldi yoki shunga o'xshash bir gap aytdi. Ammo Alloh uni ustidan g'olib bo'lishimga yordam berdi. Avvalgi ertalab barchangiz uni ko'rishingiz uchun uni masjidning ustunlaridan biriga bog'lamoqchi edim, lekin keyin birodarim Sulaymonning aytgan so'zlari esimga tushdi. Ey Robbim, gunohlarimni kechir va menga mendan keyin hech kim ega bo'lmaydigan hukmronlik ato et. Hamma bu hadisni yaxshi biladi. Men faqat eslatib qo'ydim xolos. Shu sababli kimdir musulmon jinlar bilan ishlayman desa ishonib yurma. Bo'lib hamki ularni birortasi jinlarni ustidan hukmronligini isbotlab bera olmaydi. Qachonlardir meni tasarrufimda 286 ta jinlar bo'lgan. Ularning orasida itoatsiz shayton jinlar va ifritlari bor edi. Ha, biz avvalda shaytonlar bilan hamkorlik qilganimizda jinlarni ustidan hukmronmiz yoki shunga o'xshash gapni aytgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bu degani iblisni rozi qilmasdan biror narsaga erishish degani emas-da. Birinchidan men ular bilan o'zaro kelishuvga asosan ishlardim. Ya'ni qachonki men ular buyurgan kufr va shirk amallarni bajarganimdan keyingina ular meni aytganlarimni qilardi. Kimki senga men musulmon jinlar bilan ishlayman deb seni o'zini xizmatidan foydalanishga ishontirmoqchi bo'lsa, ishonib yurma va bilginki u aniq kofirdir, mushrikdir. Unday odam iblisni hamda uni xizmatkorlari bo'lgan ifrit va itoatsiz shaytonlarni oldida tahqirlangan holda shirk amalni qiladi. Shundan keyingina jinlar uni aytganini bajaradi. O'zini solih banda qilib ko'rsatayotganlar aslida Allohdan naqadar uzoqdaligini va shaytonning xizmatkori ekanligini bilganlaringda edi. Shu sababli jinlar bilan hamkorlik qilish joiz emas. Keyingi savol: pul olib kelib beradigan musulmon jinlar bilan hamkorlik qilish joizmi? Hozirgina shu savolga javob berdim. U senga pulni qayerdan olib kelib beradi? Albatta o'g'irlab olib keladi. Keyingi savol: bu gaplarni Shayx Abu Ray aytganmi? Bu gaplarni Abu Ray aytganmi, yo'qmi bilmayman. Bu savolni yozgan odam qani? Bu yerda yozilishicha, shunday shayx borki, tushunarli. Yaxshi, senga Allohning barakoti bo'lsin. Bu hammasi yolg'on, to'qima gaplardir. U shayx safsatavozdir. Shu sababli ham men odamlarni undaylardan ogohlantiraman. Demak, savol: shunday shayx borki, aytishicha u Allohning rizoligida musulmonlarning foydasi va ularni davolash uchun musulmon jinlar bilan hamkorlik qiladi ekan. Bu savol ham avvalgilarga o'xshash ekan. Musulmon jin, yaxshi jin degan gaplar asl holatni yashirish uchun va odamlarni chalg'itish uchun o'ylab topilgandir. Chunki odamlarga sehr bilan shug'ullanaman desa, hech kim unga ergashmaydi-da. Endi shar'iy ruqiya o'qishga kelsak, men sizlarga o'zimni fikrimni aytaman. Bu shar'iy hukm ham emas va sunnatdan ham emas. Bu shayton va jinlar olami bilan yaxshi tanish bo'lgan mendek odamni shaxsiy amaliyotiga asoslanib sizlarga beradigan maslahatimdir. Maslahatim shuki, fitnaga tushmaslik uchun 45 yoshga kirmagan yigitlarni nomahram ayol qizlarga ruqiya o'qishlikdan saqlanishliklarini so'rayman. 45 yoshgacha jinlar olamidan ehtiyot bo'l va hushyorlikni yo'qotma. Bu gaplar jinlar bilan ishlagan mendek odamning maslahatidir. Ya'ni ruqiya o'qishlikda fitnaga tushib qolma. Chunki ruqiya o'qishlik vaqtida fitnaga sharoit ochiladi. Ruqiya o'qiydiganlarning oldiga asosan ayollar kelishini hisobga olsak, ruqiya o'qishlik chog'ida juda katta fitna va zinoga yo'l ochilish ehtimoli kattadir. Ayollar fitnasidan esa yoshi kattalar va Alloh saqlaganlargina saqlanishi mumkin. Meni shaytonlar bilan aloqam borligi paytida bunday fitna amaliyotlarini ko'pini boshimdan o'tkazganman. Shar'iy ruqiya o'qishlikda ham katta fitnaga yo'l ochiladi. Ruqiya o'qiydiganlar namozxon, qori, Allohni tanigan degan tushunchalarga aldanib qolmang. Men hayotimda ko'rgan, bilgan voqealardan kelib chiqib maslahat beramanki, yosh yigitlar 45 yoshga kirmagunicha ruqiya o'qishlik bilan shug'ullanmasin. Ular o'zlarining oilalari va mahramlariga ruqiya o'qisa bo'laveradi.
bo'ladi va hattoki 45 ga kirgan bo'lsa-yu, lekin uylanmagan bo'lsa yoki ajrashgan bo'lsa, u ham ruqiya o'qishligidan o'zini tiysin. Ruqiya o'qisangiz, o'z uyingizda va ayolingiz ishtirokidagina ruqiya o'qing. Shunda fitnalardan saqlanish mumkin. Ba'zida ayollarga ruqiya o'qiydiganingizda ko'zingiz to'qnashadi va bu fitnaga olib borishi mumkin. Dinga sadoqatli qancha birodarlarimiz shu sababli hayotlarini 180 gradusga teskariga burib yuborishdi va yuzlaridan nur ketdi. Ular sunnatga qattiq amal qilardi va ulardan biri hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrida gilamdagi chiziq bo'lmagan derdi. Shu sababli chiziqni olib tashlamagunlaricha u yerda namoz o'qimas edi. U ruqiya o'qishlikni boshlamaguncha shunday edi. Hozir esa nomahram ayol qizlar bilan bitta mashinaga o'tiradi va musiqa ostida jilpanglaydi. U bo'yniga tasbihni osib olib kalta kiyim kiyadi. U yosh yigit shunday o'zgardi va buzildi. Bu bizga ko'ringani, ichida nima borligi yolg'iz Allohga ayondir. U ruqiya o'qiydiganda namoz vaqti chiqib ketayotgan bo'lsa ham ruqiya o'qishlikni davom ettirib namozini keyinga qoldiradi. Ruqiya o'qib bo'lgach namozni qazo qilib o'qiydi. O'sha yigit bizni Bahra shahrida yashaydi. Avvalda u dinda shijoatli edi, endi esa shu kuyga tushdi. Shunga o'xshash holatlar juda ko'p. Birodarlarimizning boshiga tushgan kulfatdir. Albatta bundan Alloh saqlaganlari mustasnodir. Ruqiya orqali senga ayollar tomoniga yo'l ochiladi. Negaki shayton va jinlarning makriga ko'proq ayollar moyil bo'lgani sabab ruqiya o'qiydigan qorini oldiga boradiganlarning aksariyatini ayollar tashkil qiladi. Shu sababli ruqiya o'qiydigan odam o'zini bosib olgan va uylangan bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Yaxshi, ozgina vaqtimiz qoldi. Avval aytganimdek, odamlarni turli gaplarga ishonib qolma. Boshidan o'tgan tabib deydilar. Qaysi maqsadda bo'lishligidan qat'iy nazar jinlar bilan shar'iy tarzda hamkorlik qilishga ruxsat yo'q. Ruqiya o'qishlik bilan ham o'zi sezmagan holda jinlar bilan hamkorlikka kirib ketishi mumkin. Bir paytlar men bir ayolga ruqiya o'qigan edim. Ruqiya o'qiyotganimda uning eri ham yonimda edi. Men oyatlarni o'qiganimda ayolning ichidagi jin men bilan muloqotga kirishdi. Bu voqea yuqoridagi savolga ham javob bo'ladi. Xullas ayolni egallab olgan jin men bilan gaplashishni xohladi. Lekin men shaytonlar bilan gaplashishni xushlamayman. Men jinlarni qanday fitnalarga qodirligini juda yaxshi bilaman. Negaki men ular bilan uzoq vaqt davomida hamkorlik qilganman va ularning kirdikorlarini juda yaxshi bilaman. Jinlar men bilan muloqot qilmoqchi bo'lsa, men ularga faqat ey Allohning dushmani, Allohning izni bilan chiq, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyman xolos. Agarda sen jinlar bilan muloqotga kirishsang, bu ular uchun ayni muddao bo'ladi. Negaki sen oyatlarni o'qiganingdagi azobdan qutulib o'ziga kelib olishligiga sabab bo'ladi. Seni oddiy gaplar ularga azob bermaydi. Ular faqat Allohning oyatlari sababligina azoblanadi. Shu sababli jinlar senga bo'lmagan narsalar haqida gapirib, ruqiya o'qishlikdan chalg'itadi. Chunki ruqiya o'qiganingda jinlar bug'iladi. Xuddiki bir odam ikkinchi bir odamni chalajon bo'lgunicha tomog'idan bug'ib nafasini qisib tashlaganidek. Agar sen shunday holatda ruqiya o'qishlikni to'xtatsang, jin nafas rostlab o'ziga kelib oladi. Ruqiya o'qiyotganingda shaytonni bug'ayotgan eding. Ruqiyani to'xtatsang, uni qo'yib yuborgan bilan barobardir va u sen bilan muloqotga kirishib chalg'itadi hamda senga qarshi kurashishga tayyorlanadi. Hech qachon shaytonning gapiga ishonma. Sehr orqali jo'natilgan shayton bo'lsa, u hech qachon kim sehr qilganini aytmaydi, magaram u odam tirik bo'lsa. Masalan, men sehrgarman. Sen meni oldimga keldingda kimnidir sehrlashga buyurtma berding. Men sehr qilaman va shayton sehr qilingan odamga zarar yetkazishni boshlaydi. Shunda sehrlangan odamni ruqiya o'qiydigan odamni oldiga olib borishadi va o'sha yerda shayton muloqotga kirishadi. U shayton kim sehrlaganini va kim buyurtma berganini aytadi deb o'ylaysanmi? Yo'q, hech qachon aytmaydi. Masalan, Shayx Hamid seni sehrladi deb aytadi deb o'ylaysanmi? Yo'q, jin hech qachon aytmaydi. Nega aytmaydi? Negaki u qo'rqadi. U mendan qo'rqadi. Agarda u jin falonchi odam Shayx Hamidning oldiga borib, seni sehrlashni so'radi va Shayx Hamid seni
sehrladi desa, bu gap menga yetib keladi. Shunday holatda men zudlik bilan o'sha jinni boshlig'ini yonimga chaqiraman-da, nega meni xizmatimga chaqimchi shaytonni jo'natding deyman. U nima bo'ldi desa, men bir odamni sehrlagan edim. Keyin u odamni ruqiya o'qiydigan qorini oldiga olib borishganida, sen jo'natgan jin chaqimchilik qilib, men sehrlaganimni ularga aytib berdi deyman. Shaytonni boshlig'i bo'lgan ruhoniy jin o'sha zahoti chaqimchi jinga bir necha askarlarini jo'natadi va ular ikkilanmay uni boshini tanasidan judo qiladi. Men seni Shayx Hamidga xizmat qilish uchun yuborgan edim, uni orqasidan fitna qilish uchun emas deydi. Shu sababli bu holatda jinlar ayyorlik qiladi-da, senga yolg'on gapiradi. Ya'ni seni hamrohing bo'lgan shayton bilan gaplashib, seni dushmanlaring haqida bilib oladi va seni aynan o'shalar sehrlagan deb aytadi. Sen o'ylaysanki, ha, u odamlarning menga nisbatan g'ayrligi bor edi. Bu ish ularning qo'lidan keladi deb xulosa qilasan. Bir so'z bilan aytganda, men u ayolga ruqiya o'qidim va ayolning ichidagi jin men bilan muloqotga kirishdi. Men unga: "Ey Allohning dushmani, Allohning ismi bilan chiq, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, men sen bilan gaplashishni istamayman" dedim. U shoshmay tur dedi. Men bu ayolning ichidan chiqaman, faqat sen Qur'on o'qimay tur va chiqmasimdan oldin islomni qabul qilmoqchiman dedi. Islomni qabul qilmoqchimisan desam, ha dedi. Unday bo'lsa, kalima-i shahodatni ayt dedim. U menga kalima-i shahodatni aytib turib, men orqangdan qaytaraman dedi. Men unga: "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" dedim. U ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb guvohlik berdi. Shundan keyin men unga islom haqida qisqacha ma'lumot berdim. Men unga musulmonning sifatlari shuki, uni qo'lidan va tilidan boshqa birov ozor topmaydi va uning uchun boshqa bir musulmonning qoni, mulki va obro'si haromdir deb tushuntirdim. Shu sababli ham bundan buyon seni u ayolning ichida qolishing harom hisoblanadi. U ayolni holi qo'y dedim. U aytdiki, yaxshi, men uni ichidan seni xursand qilishlik uchun ham chiqaman, chunki sen sababli men tavba qildim va islomni qabul qildim. Shu sababli ham bundan buyon sen bilan yaxshilik yo'lida hamkorlik qilishni xohlayman dedi. Men bilan hamkorlik qilasanmi deb so'radim. U ha dedi. Xo'p, yaxshi, sen men bilan qanday hamkorlik qilmoqchisan deb so'radim. U orqangdagi tokchani ko'ryapsanmi dedi. Haqiqatda meni orqamda tokcha bor edi. Seni oldinga qanday mijoz kelishidan qat'iy nazar, o'sha tokchani ochsang, u yerda o'sha mijoz haqida ma'lumot yozilgan qog'ozni topasan. U qog'ozda mijozning ismi sharifi, tashxisi, unga nisbatan qaysi oyatlarni o'qish kerakligi va uni davolashda kerak bo'ladigan giyohlar nomi yozilgan bo'ladi. Negaki bizni doktorlar sizlarni doktorlaringizdan ko'ra tajribaliroqdir. Negaki sizlar bilmaydigan shunday giyohlar va daraxtlar borki, ular yordamida tezda shifo topsa bo'ladi dedi. Men unga bu nayranglaringni juda yaxshi bilaman desam, u nima bo'lganda ham men sen bilan hamkorlik qilmoqchiman dedi. Shunda men unga seni xizmating uchun qanday haq to'layman desam, u hech qanday to'lov kerak emas. Men senga Allohning rizoligi uchun yordam beraman dedi. Nima, xizmating uchun mendan hech qanday haq olmaysanmi desam, yo'q, hech qanday haq olmayman. Hammasi Allohning rizoligi uchun. Seni oldinga kelgan kasalga ruqiya o'qigin. Men bu paytda kasalni davolashni biladigan doktorni izlab topaman va tashxis bilan davo yozilgan qog'ozni tokchaga qo'yaman dedi. Men unga, unday bo'lsa sen menga ayni paytda o'shanday beg'araz yordamingni berchi, lekin men senga hech qanday haq to'lamasligimni eslatib qo'ymoqchiman dedim. U aytdiki, sen meni islomni qabul qilishimga sababchi bo'lding-ku, mana shu qilgan yaxshiligingda dedi. Yaxshi, qarshimda o'tirgan mana bu ayol nimadan ozor chekyapti deb so'radim. U aytdiki, tokchani och dedi. Men u tokchani ochib, u yerda yozuv yozilgan qog'ozni ko'rdim. U qog'ozda qarshimdagi ayolning ismi, erining ismi, yashash manzili, kasallik sababi va hokazolar hamda Baqara surasining 173-oyati, 255, 285, 286 va Oli Imron surasining ma'lum bir oyatlarini o'qishlik yozilgan edi. Men qog'ozga qarab, ayolning eriga isming shundaymi desam, ha dedi. Ayolingning ismi falonchimi desam, ha dedi. Chunki ayoli gapira olmaydigan holatda kasallangan edi.
Yashash joylaring falon yerdami desam, ha dedi. Ayolning kasallik sababi ham to'g'ri chiqdi. Shunda jin aytdiki, ko'rdingmi, hammasi to'g'ri chiqdi. Ayolni davolash uchun qaysi oyatlarni o'qishlikni va qaysi giyohlardan shifo topishligini eslab qoldingmi dedi. Shunda men u qog'ozni buklab cho'ntagimga soldim-da, men senga to'g'risini aytaymi dedim. U ha dedi. Men unga, men sen bilan yaxshilik yo'lida ham, yomonlik yo'lida ham hamkorlik qilmayman. Men sendan faqat ushbu ayolni xoli qo'yib ichidan chiqishligingni talab qilaman va meni tinch qo'y. Inshaalloh Allohning irodasi bilan bu ayol shifo topadi. Shifo berguchi Allohdir. Seni yordamingga muhtoj emasman dedim. Negaki men o'z tajribamdan kelib chiqib aniq bilamanki, u shaytonning uzoq manzilni ko'zlab tuzgan fitnadan iborat rejasi bor. Bu hammasi oxir oqibatda shirkiy amallar bilan meni sirtmoqqa tushirishdir. Lekin odamlarning ko'plari bundan bexabardir. Chunki ular Allohning rizoligi uchun yaxshi niyatda degan so'zlar bilan avrab astab sekin yo'ldan ozdiradi. Maqolda aytilganidek, kim sendan bir kun oldin tug'ilgan bo'lsa, demak u sendan bir yilga aqllidir. Endi sendan ko'ra 500 yil, 600 yil va hatto 1000 yildan katta yoshda bo'lgan shaytonlar haqida nima deyish mumkin? Ha, bu uni uzoq muddatli rejasi edi. Oxir oqibat men u jinga aytdimki, men seni hech qanday xizmatingga muhtoj emasman. Talab qilamanki, ayolni tinch qo'y va ichidan chiq dedim. Shunda u menga, "Ey sen it" dedi. Aynan shunday dedi. Ko'rdingizmi, u men bilan qanday hamkorlik qilishni xohladi. Men u aytgan yo'lga yurmaganimdan keyin esa, "Ey sen it" dedi. Hammasi tamom. Men sen bilan hamkorlik qilmasam, meni it deysanmi? Shunda men yana bir bor amin bo'ldimki, uni menga nisbatan rejasi bor edi va u rejasi barbod bo'ldi. Aks holda u meni haqoratlamas edi. Ruqiya o'qiydiganlarni shaytonlar shunga o'xshash usullar bilan yo'ldan ozdiradi. Ular o'zini sen sababli musulmon bo'lganligini, sen orqali haqni topganligini va shunga o'xshash yoqimli so'zlarni va sen bilan yaxshilik yo'lda hamkorlik qilishini aytib, bora-bora seni yo'ldan ozdiradi. Allohdan o'zimizga yordamini va yaxshiliklarini so'raymiz. Savol: men jin va shaytonlar olami bilan hamkorlik qilishni to'xtatganimdan keyin shayton va jinlar menga zarar yetkazishga harakat qilyaptimi yoki yo'q? Ha, albatta, hozir ham, ertaga ham, indinga ham va toki men o'lmagunimcha payt poylab zarar yetkazishga harakat qiladi va ularning dushmanchiligi qattiqdir. Lekin men ulardan qo'rqmayman. Aksincha, ular mendan qo'rqadi. Inshaalloh men shayton va jinlar olamidagilardan qo'rqmayman. Senga Allohning barakoti bo'lsin, birodar. Savol: bir jin boshqa bir jinni aytganini qilmaganligi sababidan urishi mumkinmi? Yo'q, men oddiy bir jin boshqa bir oddiy jinni urishi mumkin demadim. Balkim jinlarni boshlig'i qo'l ostidagilarni jazolashi mumkin. Men bilan hamkorlik qilgan jinlar ham shunday edi. Ularning boshlig'i meni oldimga o'z qo'l ostidagilarni xizmatimga jo'natardi. Agar ular bosh tortsa, urib o'tirilmaydi, faqat o'ldiriladi. Joyida o'ldiriladi. Shu sababli ham shayton va jinlarni o'z boshlig'iga bo'yinsunishi odamlarnikiga o'xshagan emas. Ularda boshlig'ining buyrug'ini bajarmaganligi uchun qamab o'tirilmaydi. Ularda jazo faqat qatl qilishdir. Shu sababli ham ular boshliqlardan juda qo'rqadi va ko'r-ko'rona ergashadi. Hammamizga Allohning hidoyatini so'raymiz. Allohim bizlarga foydali ilm ber. O'zing bizlarga bildirgan narsalaringni bizlarga foydali qilgin. Yaxshi amallar qilishlikni nasib et. Gunohlarimizni yashirgin. Muammolardan amonda saqla. Amallarimizni isloh qil. Bizlarni dinda samimiy qil. Mahkumlarimizni ozod qil. Bechoralarimizga rahim qil. O'zing bizlarga shifo ber. Fitnalardan amonda saqla. Kuchimiz yetmagan narsalarda quvvat ber. Allohim majlisimizga rahmatingni yog'dir va bizlarni pokdomon qil. Oramizdan birortamizni yaxshiliklardan mosuvo va baxtsiz qilma. Allohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hovuzlari oldida to'planishlikni bizlarga ato qil. Sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shafoatlarini bizlarga nasib ayla. Amin, amin, amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.